Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men sizlarga birlikda taktikalarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Kanallarni tezlik ko'tarish va tezda rekomendatsiya olib chiqish, manifest yo'llash va plyushlashni boshlash uchun sizlarga juda ham zo'r tavsiyalarni bermoqchiman. O'zim ishlatadigan taktikalar menimcha ko'p odam biladi yoki ko'p odam bilmasligi ham mumkin. Videoni hozir davomida ko'rishingiz mumkin. Keyin do'stlar, men Telegram kanalimga juda ham zo'r ma'lumotlarni, foydali ma'lumotlarni tashlab boraman. Shuni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, men juda ham xursand bo'lardim. Telegramga kirib kuchukcha Amerika passiqcha YouTube deb yozsanglar, mana shu kanalim chiqib keladi. Men kerakli masalan bir yo'nalishlarga fayllar montaj uchun, green screen yoki bir kerakli materiallarni tashlab turaman va yangiliklarni ham shu Telegram kanalimda berib o'taman. Yaqinda men like nakiritib ko'radigan saytlarni, keyin juda ham ko'p ma'lumotlarni Telegram kanalimda berishni boshlayman va shu Telegram orqali sizlar juda ham ko'p ma'lumotlarni o'rganib olasizlar. Men 100% sizlarga garantiya beraman. Ana shu kanalga qo'shilib qo'yinglar do'stlar. Nasib bo'lsa, birgalikda YouTube'da natija qilamiz va ko'proq daromad qilishga harakat qilamiz. Endi taktikalarga keladigan bo'lsak, do'stlar, birinchi taktikamiz bu YouTube kanal ochib turib, masalan, sizlarda bitta holat bo'lganmi? Sizlar kanal ochasizlar, 1 hafta, 2 hafta, 3 haftalar video qo'yasizlar, lekin hech qanaqa prostor olmaydi yoki kanallar ko'tarilishni boshlamaydi, hech qanaqa bir adacha bo'lmaydi kanallarda. Lekin qandaydir bir do'stingizga aytib ko'rsatsangiz yoki bir kimdir yaqin odamingizmi shunday bitta video qo'yib yuborsa, kanaliga sразу uchib ketadi. Bittada prostorlar olib, kanalni ko'tarilishni boshlaydi. Lekin sizlarda shunaqa narsa bo'lmaydi. Nimaga? Chunki YouTube kanal ochgan payti, masalan, yangi akkaunt ochib turib YouTube kanal ochiladi, to'g'rimi? Yangi kanal. Sizlar masalan bugun yangi akkaunt ochishlar, u akkauntni birinchi bo'lib video qo'ymasdan oldin qizdirib olish kerak. Bu degani, masalan, mashina qizdirib olishlar, haydashga. Bu ham xuddi shunaqa. Shu kanalni yuritish uchun qizdirib olish kerak. Masalan, men yangi kanal ochsam nima qilaman? Yangi akkaunt ochaman. Oddiy akkaunt ochish, shu akkaunt ochganimdan keyin kanal ochaman, YouTube'ga kiraman, shunday kanal ochaman, nomini bir liboy narsa qo'yib qo'yaman-da men. Kanal ochib liboy narsa nomini, ismimni o'zim yozib qo'yaman, Behruz deb qo'yaman. Keyin u akkauntda men telefonimga ham ulayman. Telegram emas, telefonimga ulayman akkauntni. Telefonimga ulaganimdan keyin kompyuterimga ulab qo'yaman. Keyin uyda televizor bor bizada, uydagi ukalarim yoki shu ota-onam ko'radi. YouTube'ga ulab qo'yaman o'sha akkauntni. Bu nima uchun bilasizlarmi? YouTube akkauntini qizdirib olish uchun. Chunki sizlar YouTube kanal ochganingizdan keyin uni 1 hafta, 2 hafta video ko'rishinglar kerak ichida. Komment yozilishi kerak, like bosishinglar kerak yoki video ko'rishinglar kerak. O'shunday qilib turib, kanallarni tezda qizdirib olsanglar bo'ladi. Men o'zim uncha YouTube kirib ko'rib o'tirmayman, shunga televizorga urab qo'yaman. O'zim telefonimga ham, kompyuterimga ham. Kompyuterdan kirsam ham shu akkauntdan ko'raman videolarni, telefondan ham shu. Keyin uydagilar ham shu televizordan ko'rsa, o'shalardan akkaunt tez qiziydi demoqchiman. O'shanaqa qilib men masalan 2 ta 3 ta akkaunt ochib qo'yaman. Yangi, bittasini telefonlarga, bittasini onam telefon, bittasini dadam telefon, bittasini kompyuter, bittasini televizorga ulab qo'ysam, shu 3 ta 4 ta kanal 2 haftaga tayyor bo'ladi masalan. Masalan, uyimdagilar ham YouTube ko'radi-ku. Ular tez shuna qilib men 2-3 ta kanalni taxlab olaman, чтобы yangi yo'nalish qilish yoki tezda ko'tarib olish uchun. Juda ham zo'r yo'l mana shu. Akkauntni qizdirish shart. Bo'lmasa hozir masalan yangi kanal hozir ochdim va ertadan video yuklab ketadigan bo'lsam, u juda ham qiyin. 99% holatda u ko'tarilmaydi. Kanalingiz 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta tinmasdan video qo'ysangiz ham. Shuning uchun birinchi YouTube'ga sizlar haqiqiy odam ekanliklaringizni isbotlab qo'yishinglar kerak. Chunki YouTube robot deb o'ylaydi, o'zini kapchasi ham bor. Masalan, liboy bir saytga kirmoqchi bo'lgan payti ba'zida siz robot emasligingizni isbotlab bir nimalarni, avtobuslarni, masalan, mashinalarni belgilab kirishlar to'g'ri keladi. O'shunday narsa, o'xshaydigan narsa ham YouTube'da bor. Kanal tarixi ham bekorga qo'yib qo'yilmagan. U ham sizda haqiqiy odam ekanligini tasdiqlash uchun. Shunaqa gaplar. Birinchi taktikamiz shu, kanalni qizdirib olish shart. Keyingi ikkinchi taktikamiz jadval orqali video yuklash. Siz
U sizga bitta jadval qo'ya olasiz. Mana shu kuni, mana shu soatda mana shuncha video qo'yaman. Masalan, men har kuni soat 6 da bittadan video qo'yaman. Kanalimga deyman, yangi kanalimga. Siz masalan kanalingizni qizdirib oldingiz, 2 hafta, 3 haftalab video ko'rdingiz. Yangi endi kanal nomlarini o'zgartirib, shablonlarni qilib, kanalda dizaynlarni qilib, yangi kanalda video yuklashni boshlamoqchisiz. Shunday qilib o'zingizga jadval qo'yishingiz kerak. Men maslahat beradiganim kechki soat 18:00 da yoki 15:00 da video qo'yishni amerikanskiy YouTube'ga. Agar ertalab qo'ymoqchi bo'lsangiz, men soat 12:00 da qo'yaman, ertalabda ham. Shunday qilib do'stlar, o'zlaringiz jadvallarni qilib olishinglar kerak. Chunki YouTube juda ham yaxshi ko'radi shunaqa jadval bilan ishlaydiganlarni, bir xil vaqtda va stabilniy video joylab turadiganlarni. Agar sizlar har kuni bittadan soat 6 da yoki bir qandaydir qanchadir soatda video qo'yadigan bo'lsangiz, stabilniy sizlar kanal 100% ko'tariladi. O'zi ham qizigan akkaunt bo'lsa, tayyor bo'lsa, ana ko'tarilishga sirazi ko'tarilib, sizlar bir hafta, 2 hafta ham eng tez chiqqani shu 17 kunda manzilasiga chiqqanman. Shunaqa qilish orqali shunaqa sizlar ham juda ham tez manzilasiga chiqib olsanglar bo'ladi. Oddiy yo'nalishlarda masalan Alien Dance, Siren Head deydi, Wrong East deydi, yana qanaqadir teleskop yo'nalishlarda shunaqa qilib tezda manzilasiga chiqish mumkin. Keyin 3-yo'limiz o'sha hozir juda ham sho'sh bo'layotgan nakrutka urish. Bu hech qanaqa kanalga zarar bermaydi, qaytanga foydasi bor. Endi ba'zi zarar ham bo'lib qolishi mumkin. Endi ba'zida juda ham ko'p emas. YouTube nakrutka nima? U like nakrutkasi. Masalan, sizlar kanallarni qizdirdinglar, video qo'yish boshladinglar, o'sha bir hafta video qo'ygandan keyin videolar prosesor olishni boshlaydi masalan. 1000 ta, 2000 tadan olishni boshlagandan keyin sizlar nakrutka urishinglar, bu kanallar uchib ketadi. Bir deganda 100 mingta, 200 mingta, 1 million ta prosesor ham chiqib ketishi mumkin. Men bitta kanalim 3 kun ichida 48 soatini 1 minutaga chiqarganman. 3 kun ichida amerikanskiy YouTube kanali long yo'nalish, ana uzun, gorizontalni 3 kun ichida 48 soatini 1 minutaga chiqarganman. Shunday qilib Wrong East kanalim edi, lekin hozir u aktiv tushib ketgan birdan. Shunaqa minus tomonlari ham bor. Kanallar nakrutka o'rganib qolgandan keyin sizlar har doim nakrutka urishlar to'g'ri keladi. Agar sizlar nakrutka urmay qoladigan bo'lsangiz, aktivlar shunaqa qilib bir tidan tashlab yuboradi va keyin ko'tarilmaydi. Ko'tarilishi dargumon, o'sha qiyin ham narsa ko'tarib olish. O'shanaqa qilib like nakrutka orqali qilsanglar bo'ladi, ko'tarishinglar bo'ladi. Like urganda qanaqa urish kerak? Masalan, like urmoqsizlar, yangi video qo'yasiz, sirazi videolarga 1000 ta like urib yuborasizlar yoki sekin-sekin like ursanglar bo'lsa, masalan, video qo'ydinglar, 100 ta prosesor oldi, sizlar 50 ta like urib qo'yasizlar. Keyin 500 ta prosesor oldi, keyin yana bir 200 ta like urasizlar. O'shanaqa qilib sekin-sekin like urib ko'tarib olsanglar ham bo'ladi. O'shanaqa oddiy bir like urish nakrutka. Saytlar ko'p, SMM Raja, Global SMM, PRM4 degan saytlar bor, juda ham ko'p nakrutka saytlar bor. Ham maslahat beradiganim, arzonidan urmanglar. O'shanaqa arzonlari vobshe kanallarni o'ldirib yuboradi, chunki u yo'qolib ketish ehtimoli bor. Masalan, bir 10 kun, 15 kun turgandan keyin yoki 1 oy turgandan keyin nakrutka lakingiz yo'qolib qoladi. O'shanaqa qilib aktivlar o'lib qolishi mumkin. Eng kamida minimalni $1 nakrutkadan uringlar. 1000 ta like $1 turadi saytlarda. O'shanaqadan uringlar eng minimalni. O'sha juda ham yaxshi effekt beradi kanallarga ko'tarishga. Shunaqa gaplar. Keyin kommentariya nakrutka ursanglar ham bo'ladi. Bemalol kommentariya sal qimmatroq. Menimcha kommentariya ursanglar ham nimaligini bildirmaydi, nakrutkaligini bildirmaydi. U ham yordami bor baribir. Masalan, bir 100 ming ta prosesor bo'lib turib, kommenti bo'lmasa qiziqu baribir. Shuning uchun ham komment urib qo'yishadi masalan. U ham juda ham zo'r yordam beradi ko'tarishga. Shunaqa qilib do'stlar, men shunaqa qilib 3 ta sizlarga taytgan o'rgatdim. Shunaqa ketma-ketlikda qilsanglar, birinchi kanalni qizdirib olish kerak, keyin video yuklashni boshlash kerak. Agar xohlasanglar nakrutka ursanglar ham bo'ladi, xohlasanglar nakrutka urmay ko'tarishinglar ham bo'ladi. Menimcha nakrutka urmay ko'tarishinglar, u kanallarning umri uzoq bo'ladi. Agar nakrutka ursanglar, endi ikkita nimasi bor. Nakrutka urmay ko'tarsanglar, kanalda umri uzoq bo'ladi. Ko'proq vaqtgacha yetish mumkin. Lekin nakrutka ursanglar, daromadinglar birdan vobshe ko'payib ketishi mumkin. Shunaqa qilib birikta tanishlar ishlab oldi, pul oyiga 50 million, 100 millionlab nakrutka orqali. Lekin kanallari shu 1 oy, 2 oydan keyin o'lib qoladi. Shunisi ham bor. Lekin ishlaydigan pulni ishlab oladi 1 oy, 2 oy ichida nakrutka orqali. O'shanaqa qilib do'stlar, kanalni ko'tarishinglar mumkin bemalol. Men tavsiyalarim shu edi. Endi keyingi videolarda ko'rishguncha
Men Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kichikcha Amerika Passivsi YouTube kanali. Bemalol agar sizlarga savol yoki bir takliflar bo'lsa, ana shu meni lechkam shu yerga o'sib turib, menga yozsanglar bo'ladi. Bemalol o'zim sizlarga yordam kerak bo'lsa ham, agar yordamlarimni ayamayman. Bemalol lechkamga murojaat qilishingiz mumkin. Shunday qilib, hamma ma'lumotni aytdim. Hammaga rahmat. Oxirigacha ko'rganlar bo'lsa videoni chin ko'nglimdan rahmat aytaman shularga. E'tiborini yo'qotmasdan shu videoni oxirigacha tomosha qilganlar bo'lsa, shunday qilib videoni yakunlayman do'stlar. Rahmat.